Zulayho opa, 30 haftalikman. Bolamni boshi tepada ekan. Kesarva bo'lasan deyishyapti. Nima, bola endi aylanmaydimi? Hurmatli homiladorlar, oyijonlar, xavotir olmaymiz. 35 haftagacha bola bachadonda to'liq aylanishi mumkin. Hattoki shaxsiy praktikamda kuzatganman 39 haftalikda bolani aylanganligini. Kichkina sroklarda, ayniqsa 30 haftalikgacha bolani boshi tepada yoki bola ko'ndalang joylashgan deb o'zi tekshiruvlarida aytsa, bunga aslo e'tibor bermaymiz. Meni hayratga soladigan narsa, kichkina sroklarda kelasizlar va bolani boshi tepada ekan, tushibdimikan deb so'raysizlar. Bu narsa noto'g'ri. Kichkina sroklarda bola xohlagan joyida aylanib yuradi. Bitta narsani unutmang, bolani aylanishi, bolani joylashib qolishi, ya'ni boshini tepada joylashib qolishi yoki ko'ndalang joylashib qolishi sizlarni ko'p uxlashinglarga, ko'p yotishinglarga yoki osmonga qarab yotishinglarga bog'liq emas. Bu bolani o'zini harakatlariga bog'liq. U xohlasa bu tomonga, xohlasa bu tomonga aylanadi. Shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni bilish uchun obuna bo'lishni unutmang.